Assalomu alaykum yana bir o'g'il. Ismim Bobur Rasli. Bola taxallus bilan O'zbekistonda tanilganmiz. Shashlikpas, Bag'urni birinchi O'zbekistonda restoranga qo'yishga birinchi olib chiqqan o'zimman. Oldin Bag'ur bizlarda shu oilaviy dasturxonlarda bahor paytlarida 2 oylik, 3 oylik qo'zichoqdan qilingan. Qilinadigan taom aslida bu o'zi. Bu haqiqat oldin restoranda bo'lmagan. 2003-2004-yilda men o'zimning restoranimdan, Nurafshon restoranimda birinchi boshlaganmiz. Hozir juda mashhur Toshkentda, respublikada, dunyoda desam ham adashmagan bo'lamiz. Juda mashhur taom bo'lib ketdi. Hammaga yoqadigan Mansur. Bugun Musoy Puloviga bizni mehmonlikka chaqirishgan. Juda chiroyli atmosferalar chiroyli qilingan. Bizga yoqdi. Rahmat shu rahbarlarga, shu xodimlarga ham, Musoy Pulovga ham, xudo xolasa Bag'ur shashliklarni qo'yamiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Taklif etganlaringiz uchun rahmat.